O'zbekistonlik haydovchilarning kunchiqar mamlakatiga borib ishlashlari uchun yana bir imkoniyat yaratilishi mumkin. Gap shundaki, Yaponiyaning bir qator korporatsiyalari hamda Yaponiya Osiyo yoshlar almashinuvi assotsiatsiyasi rahbarlaridan iborat delegatsiya Vatanparvar tashkiloti Toshkent shahar kengashi tasarrufidagi Chilonzor tumani o'quv sport texnika klubida bo'lib, mazkur masalalarni muhokama qilishdi. Tashrif doirasida xorijlik mutaxassislar avtomototransport haydovchilarini tayyorlash bilan bog'liq jarayonlarni, Vatanparvar tashkilotining moddiy texnik bazasi va o'quv dasturlarini ko'zdan kechirdilar. Ular shuningdek, tashkilotning poytaxtimizda joylashgan o'quv avtodromida bo'lib, u yerdagi amaliy mashg'ulotlarni ham kuzatdilar. Suhbat asnosida delegatsiya a'zolari Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi rahbariyatiga hozirda Yaponiyada asosan taksi, avtobus va trak haydovchilariga katta ehtiyoj sezilayotganligi munosabati bilan Yaponiya hukumati tomonidan xorijlik haydovchilarni mamlakatga taklif etishga ruxsat berilganligini ma'lum qildilar. Tadbir davomida kelgusida ikki tomonlama kelishuvga erishilsa, xorijda vaqtincha ishlash istagida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolar Vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarining avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida o'qitilib, kunchiqar mamlakatga yuborilishi masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlash lozimki, joriy yilning aprel oyida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi hamda Shimizu korporatsiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan bo'lib, ushbu hujjat Yaponiyada o'zbekistonlik haydovchilar uchun mehnat bozori eshiklari ochilayotganligini anglatadi. Eslatib o'tamiz, 2023-yilning sentyabr oyida Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi va Migratsiya agentligi o'rtasida ham hamkorlik memorandumi imzolangan bo'lib, ushbu memorandumning asosiy maqsadi xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan mamlakatimiz fuqarolarini shartnoma asosida xorijiy mehnat bozorida talab etilgan mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish hisoblanadi.